Assalomu alaykum. Men hayf uchun ishlayotganim yo'q bu videoni. Hozir shu isqirtdi promo efirga kirdimda. Savol berdim, savolimga javob bera olmadi. Savol berdim, savolimga javob bera olmadi. Nimaga bir-birlaringni yomonlaysizlar dedimda Muxtor Ali bilan. Buni yomonlagan yo'q-da, men uni ham oqlash niyatim yo'q. Prosta ikkalasini ham kuzatib boraman. Bir-birining ko'tini chaynaydi-da. Sunnat ahli bo'lsang kelingan. Nimaga bir-birini yomonlaysan? Men aytdimki, Muhammad sallallohu alayhi vasallam ummat bir-birini yomonlamaydi, bir-birini g'iybat qilmaydi, bir-birini urmaydi, bir-birini so'kmaydi deb aytdim. Sen qayerda bu hadis qayerda bor? Nima qilgan, nima qo'ygan? Endi prosta biz ham amr ma'ruf eshitamiz. Keltirib bera olmadi isqir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aka, yaxshimisiz, tinchmisiz? Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Alhamdulillah, keling aka. Sizga ham podpiska bosganman. Savolim shundan iborat aka, eshiting. Savolim shundan iborat. Sizga ham podpiska bosganman, ana Muxtor Ali domilla borku, o'shanga ham podpiska bosganman-da aka. Aha. Siz sunnat ahlidanmisiz? Alhamdulillah. Muxtor Ali domilla ham sunnat ahlidan-da, to'g'rimi? Yo'q, u sunnat ahlidan emas u. Endi masalan men unaqa deb bilmayman aka, xullas ko'lam. Savolni bering aka, shaxslarni qo'ying, shaxslar bizga ne interesni, bizga qiziq emas ularni. Nima qilasiz hozir u Yo'q, gapni eshiting aka. U ham sunnat ahlidan-da. Endi meni bilishim bo'yicha u ham sunnat ahlidan-da. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytgan, kimki qaysidir ummatim agar bir-birini yomonlasa degan, u meni ummatim emas degan. Nimaga bir-birlaringni pashti bir g'iybatchi xotinsizlar-da, to'g'rimi? Uzr lekin aka. Qani qayda aytgan payg'ambar alayhisalom shunaqa desa shunaqa bo'lmaydi. Qani qaysi hadisdami, kimdan aytgan bu narsa? Qani ko'rsatingchi menga. Yo'q, bir-birini yomonlasa, bir-birini g'iybat qilsa degan, meni ummatim emas degan. Men noto'g'ri gapirmayotgan bo'lsam kerak. Qani qayda aytgan o'sha meni ummatim emas deb? O'shani keltirmaysizmi aka? Yo'q, men aka, prosta men Qur'on eshitaman aka. Qur'on o'qimaganman, to'g'risi aytsam. Aka, Allohdan qo'rqmaysizmi? Payg'ambar Muhammad alayhisalomga tuhmat qo'rishlikda. Yo, men tuhmat qilmayman aka, eshityapman. Qarang, mayli, xo'p, mana bir sen mana bunaqa yomon insonsan yoki bir palonchisan, pismadonchisan deyishligingiz mumkin. Men siz bilan mana ozgina gaplashaman, bo'pti, endi aytdi demanda esdan chiqarib yuboraman. Lekin siz payg'ambar Muhammad alayhisalomni agar ummatiman deb o'zingiz bilsangiz, musulmonman deb bilsangiz, o'ylab turib gap gapirmaysizmi? Nima bilmagan holatda, bilmagan narsangizni payg'ambar alayhisalomga tuhmat qilyapsiz aka? Allohdan qo'rqmaysizmi? Yo, akajon, men tuhmat qilmayapman. Bu narsa keltirilgan narsa-da. Men hozir sizga aytib olmayman. Yo, men sizga aytayapman aka, aniq tiniq keltirib ayta olmayman deyapman sizga. Bu narsa aytilgan. Aka, payg'ambar alayhisalom unaqa degan gapini men bilmayman, men eshitmaganman. O'shanga menga ko'rsating, qayda aytgan. Balki bilmasam o'shani bilaman men ham deb sizdan so'rayapman. Yo, akajon, men sizga ham xushmatim yo'q, ana Muxtor domillaga ham xushmatim yo'q. Nimaga bir-birlaringizni yomonlaysizlar? Shuni shunday bitta aytib bering. Bo'ldi, boshqa hech nima. Aka, xushmatim yo'q bu yerda. Qarang. Shuni ishoning aka, sizga pashta 4 oydan beri ulanaman deyapman, hech ulanmayapman-da. Shu endi mana Allohga shukr, mana Alloh taqdir qilgan ekan, ulandim. Xo'p, aytaymi nimaga? Hozir aytsam mana shu yerda aytsam mana qarab turing. Hozir bizga Alloh taoloning oyatidan, Muhammad alayhisalomni aytgan hadisidan bizga bir narsani aytaman. O'shani qabul qilib turib, o'shani noto'g'ri qilyapgan ishini tan olasizmi yoki mana shu oyat hadisga kofir bo'lib chiqib ketasizmi yana? Yo, kofir bo'lishdan Xudo asrasin aka. 5 mahal namozimni o'qiyman. 5 mahal namoz o'qisangiz aka, eshitib turing. Mana bu yerda mana bu kazzob, mana endi sizlar o'zingiz so'raysizlar-da, mana aytishlikka majbur qilasizlar. Men sizlarga javob beraman mana gapingizga. Eshiting mana nima deyapti mana. Siz so'rayotgan zarurat masalalar bor. Bir odam keldi, zinoga tushib qolish ehtimolim bor, pulim yo'q. Nima qilay? Yo'l kreditga pul olsam, shunda uylab olaman. Imkoniyati bo'lsa, boshqa odamlar orqali yordam berib uylantirib qo'yish, xayriya kompaniyalari, jamg'armalar bilan qilib qo'ysa, nurun alonur. Farazan deylik, birorta yo'li yo'q, hamma yoq teshiklar, yopiq. Bu odam faqat shu kreditga muhtoj bo'lib turibdi. Endi nima qiladi desa, aynan sizni haqiqiy huquqingiz bor. Fatvo berishlikka. Uni o'rganasiz. Individ bor-ku, yakka tartibdagi shaxsni, kelib chiqishi, oilasi, mahallasi, to'lash qobiliyati, yordam berish imkoniyati o'rganasizda, istisno tariqasida uni o'ziga ijozat bersa bo'ladi. O'ziga. Aka, eshitdingizmi? Kreditga ruxsat bersa bo'ladi deyapti. Endi bu haqiqatan ham kazzoblik, yolg'onchilik qilib
harom narsaga halol qilib ruxsat beryapgan o'rnini mazga bitta oyat, bitta hadis bilan sizga hozir tasdiqlab beraman. Eshitib turing. Alloh taolo nima deyapti mana? Nur surasini 33-oyatini ochamiz. Mana shu iminda mana shu haqida nima deyapti Alloh taolo? Alloh taolo aytayaptiki, nikoh uchun lozim bo'lgan mol davlatni topa olmagan kishilar to Alloh ularni o'z fazli va karami bilan boy badavlat qilgunicha o'zlarini haromdan, zinokorlikdan pok tutsinlar dedi. Kreditga olib o'ylanib olsam bo'laveradi demadi. Alloh taolo riboni harom qilgan. Payg'ambar Muhammad alayhisalom aytganlarki, riboni 72 turi bor. Bularni eng kichkinasi onasi bilan zino qilgan bilan barobar degan. Alloh taolo kimki agar ribo yeydigan bo'lsa, Alloh va rasuliga urush e'lon qildi dedi. Jangga tayyor bo'lsin dedi. Payg'ambar Muhammad alayhisalom aytdilarki, Madinada ey yoshlar, yigitlar jamoasi, agar kimki sizlardan qodir bo'lsa, uylansin dedi. Imom Buxoriyda keladi hadis. Agar qodir bo'lmasa, bir kredit olib uylanib olsa bo'laveradi yoki birontasidan qarz olib, sudxo'rlik qilib uylanib olsa bo'laveradi demadi. Agar qodir bo'lmasa, roza tutsin dedi. Mana bu Alloh va rasulining aytgan so'ziga bu kazzob chiqib, shunaqa qilib kredit olsa bo'laveradi deyapti. Shuning uchun men buni kutini ham, basharasini ham o'chishlikka harakat qilyapman aka. Xohlasangiz Alloh va rasulining so'zini olib, shunga ergashing. Xohlamasangiz aka, mana bu sizga dalil. Ana borib yana o'sha unga ergashasizmi, boshqaga ergashasizmi, menga yana chiqib, nimaga sizlar hamma bir-biringni kutingni qo'laverasizlarmi, deyishligingizda davom etasizmi, bu sizning problemingiz aka. Tushuntirib oldimmi aka? Allohga qasamki, men sizlarda husumatim yo'q. Rosa men qiziqqan narsam qarangda aka. Mana shunday aka, siz qiziqqan narsaga men dalil bilan isbotlab berdim aka. Yo'q, qarangda bo'lmasam aka, bunday narsada sizni ham kuzataman. Muxtor Alini ham kuzataman-da. Men bitta narsaga hayron bo'laman-da. Masalan, nimaga Abdulloh tomonlarga osilmaysiz, gapirmaysizlar. Sizda anolaringiz borda? Masalan, tig'iga qolaveradi, o'zibillah. Salla haqiqiy ko'rmoqsanlar yoki bo'lmasa, shu shaxslarni o'zingga xudo qo'ygan insonsanlar. Hozir aytdim. Alloh va rasulining so'zini aytdim senga. Sahobalar birontasi bu yerda riboga ruxsat bermagan. Bu kazzob chiqib ribo olsa bo'laveradi deyapti. Bu harom narsaga buyuryapti insonlarni. Hammani jahannamga qarab tortyapti. Hozir Alloh va rasulining so'zini aytsam, nimaga yana deb turib aqlli domlanga o'tib ketyapsan? Allohdan qo'rqmaysanmi? Seni jahannamga o'zi bilan tortyapti. Ertaga mashina sendan baroat e'lon qilib jahannamga borganingda. Nimaga aqlingni ishlatmaysizlar? Dunyo masalasida bo'lsa, zo'r kiyimlarni kiyishlikka, ovqatlarni zo'rini yeyishlikka qilib aqlingni ishlatasizlar. Nimaga oyat hadisga kelganda aqlingni ishlatmaysizlar? Shunaqa darajada ham molmisizlar yo ko'rmisizlar? Sizlar haqiqiy ko'rmoqsizlar. Sizlarni Alloh taolo ko'zinglarni ham, qalbinglarni ham muhrlab qo'ygan. Hozir aytdim. Hozir men senga dalil keltiradigan bo'lsam, Alloh va rasulining so'ziga yana kofir bo'lib chiqib ketasanmi? Desam, yo'q, men unaqa bo'lmayman. 5 mahal namoz o'qiyman. Namoz o'qiydigan bo'lsan, tavhidni bilmaydigan bo'lsan, u senga foyda bermaydi. Mana yana og'zingdan eli chiqib, sukuni betda haqorat ko'tyapsan. Hidoyatga loyiq bo'lsang, Alloh taolo seni hidoyat qilsin. Keltirib bera olmadi Isqat.